نشكر الإخوان المساهمين على هذه الخيمة، وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير. كشوق الليالي لضوء القمر، كعشق اليبابي لقطر المطار، نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا. Bismillahirrohmanirrohim. Bosqin va urush sabab G'azo aholisi o'z uylarini tark etishga majbur bo'ldilar. Ko'p bor ko'chishga majbur bo'lganliklari tufayli chodirlari ham yaroqsiz holga kelib qolgan. Bugun muborak 2026-yil 18-aprel haftaning shanba kunida yirtilgan chodirda yashayotgan bir oila uchun Abu Talha akamizning ihsonlari sababli yangi chodir o'rnatib berdik. Alloh taolodan so'raymizki, bu ihsonlarni ulardan qabul qilsin. Abu Talhani eng yaxshi mukofotlar bilan siylasin va ularning mol-mulklari va farzandlariga Alloh baraka bersin. وفينا ضعيف الجناح انكسر، نسابق نرقى وللغير نسعى، ونرسم للكون أحلى الصور، فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الغزيون يطلقون. Bismillahirrohmanirrohim. G'azoliklar hanuzgacha yirtilgan va eski chodirlarda yashash azobini tortmoqdalar. Biz imkon qadar muhtoj, ko'chirilgan va jarohatlangan birodarlarimiz uchun yaxshi yashash sharoitlarini yaratishga harakat qilmoqdamiz. Bugun 2026-yil 18-aprel haftaning shanba kuni. Imom Buxoriy vaqfi yordamiyla hamda Abu Talhaning ihsonlari bilan yana bir muborak oila uchun chodir o'rnatib berildi. Alloh taolo barcha yaxshilik qiluvchilardan rozi bo'lsin va ularning mol dunyolari va farzandlariga Alloh baraka bersin. ونمضي بما ربنا قد أمر، وطفل فقير طواه الأسى ينام وفي مقلتي الضجر، سنمسح عن كل جرح دماء ونمضي بما ربنا قد أمر، ونوديع في الأرض بدر النمى. Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshilik egalari hali ham G'azodagi birodarlardan xabar olib, ularni unutmay kelmoqdalar. Bugun 2026-yil 18-aprel haftaning shanba kuni. Allohning fazli bilan bir muhtaram oila uchun Imom Buxoriy vaqfi yordamiyla va Abu Talhaning saxovatli ihsonlari bilan chodir o'rnatildi. Alloh taolo ularning mol-mulklari, farzandlari va umrlariga baraka bersin hamda ularni jannat bilan mukofotlasin. بنشكر احنا وبارك الله فيه.